3-chi pokoleniya gazda benzindan gazga o'tayotganda 3 qo'lidan kasali bor. Uni oldini olish uchun nima qilish kerak? Xo'p, bitta mikrorelay, bitta kimlik istalik kondensator, bitta diod. Xo'p, nima sababdan chiqib qoladi? Qaranglar. Benzindan boshlanib zavod bo'lib turibdi, gazga o'tdi. Sraz benzin so'z to'xtaydi, injektor bekiydi. To gaz yetib borguncha motor yoqilg'isiz qoladi. O'sha hisobiga motor o'chib qoladi. Xo'p, endi biz benzin so'z 2 sekund tok bilan ta'minlayverib turadigan bo'lsak, benzin so'z motorni yoqilg'i bilan ta'minlayverib turadi 2 sekund to gaz yetib borguncha. Xo'p, qaranglar, tekshirib o'tamiz. Benzinda mashina yurib turibdi. Gaz yotadi, 2 sekund tushaveradi. Qaranglar. 2 sekund tok tushaverib turib biz o'sha hisobiga ham mashina o'chgan yo'q. Qaranglar, yana bitta tekshiramiz. 2 sekund yetadi. Mana shu holatda mashinamiz o'chmaydi. Xo'p, endi buni ulanish tartibi qanaqa? Buni ikkinchi videomda qo'yaman. Sababi videoning cho'zilib ketyapti. O'sha hisobiga ham video rekomendatsiyaga chiqmay qolyapti. Prosmotr ko'p yemayapti. Podashga tortsa ham bo'ldi.